Tohir va Zuhra yangi talqin. Loyiha homiylari Toshkent shahar hokimiyati va Xon savdo belgisi. Onasi, bedanalarga suv bermabsiz-ku? Shu bedanalar o'lmadi, men qutulmadim. Yo'q, keling, choyingizni ichib oling. Ha, pop. Endi qarab turish kerak-da. Kuni suv bo'lmasa bularga qiyin, o'lib qolishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Bu nima ekan ertalabda? Qo'shningiz nahorga oshga chaqirib ketdi. Shoqirjonmi? Nima osh beradi bu? To'y qilyapti. O'g'lini uylantiryapti. Shekari, shu o'g'lni uylantiryaptimi? Ha. Malades. Voy. Sizning o'g'lingiz yo'q, ha? Bitta yagona o'g'lingiz bor. Shuni ham uylantirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Qachongacha yuramiz? Odamlarning oldida uyalib ketdim. Boshlandi. Boshlanadi ham, har kuni boshlanadi. To'y qilmagunizcha boshlanadi. Biz ham bunda orzu-havas ko'rib, to'y qilmaymizmi? Baraka topkur. Tinchgina choy ichib olaylik. Yo'q, tinchlik bo'lmaydi bu uyga. Assalomu alaykum, yaxshi o'tirdinglarmi? Alaykum assalom. Nimaga menga gapirasan? Mana menga gapir. Oyijon, choydan qo'ying. Choy? Choy? Yo'q choy. Zahar ichmaysizlarmi? Sen qachon bola uylanasan, ha? Xotin olgan senga ovqatingni qiladi, choyingni damlaydi. Qachongacha yurasan? Nimaga yig'layverasiz har kuni shu gap ertalabdan? Gapirmaysizmi siz adab bo'lib? Jim o'tiraverasizmi shunaqa bedadalaringizga suv berib? Qachon uylanasan o'g'lim? Biz hali uylanishga yoshlik qilamiz. To'g'risini aytsam. Qanaqa yosh? Anaqa chapani o'g'li 2 marta uylanib, 2 marta ajrashdi. Yana uylanmoqchi. Voy, buni qara. 2 marta uylanib, 2 marta ajrashdi. Yana uylanamiz. Qanday mazza? Mazza. Qanaqa mazza? Menga qara. O'tib bitta biror bir ko'z tashab qo'yganing bo'lsa, etur, tortinma. Mana erkakman, hali yoshman. Sevgi, muhabbat, любовь. Qanaqa любовь? Uyalmaysizmi? Xo'p deyapti endi. Xo'p uylanaman degan, xo'p degan shuni endi. Oyijon, o'ylanaman dedim-ku, hali yoshman. 1-2 yil, 3-4, 5 yil o'tsin. Qanaqa 5-6 yil meni go'rga tiqmoqchimisan, bolam? Yo'q, hazillashdi degan. Manamni ko'zim yumurguncha nafara boqdim keladi. Uni ko'tarib, bunday aylantirib kalas-kaladi. Oyijon, xafa bo'lmang, xo'p deyapman-ku. Anadasi. Poshshapa bor-ku? Qizni ko'rdingizmi yaqinda? Poshshapani? Ko'zlari dumaloq. Achki taqadi-yu. Yechib oladi? Ha, yechib oladi. O'zi zo'r. Ammo ko'zlari katta, ko'zlari. Bo'lmaydi u menga. Shahlopa. Ana sochi uzungina qizi bor-ku, bo'yi uzun. Ana o'sha bo'lmaydi. Qora-yu. Nimasi qora? Qora bo'lmaydi u menga. Qorasi yaxshi bo'ladi. Qobdurmi? Yo'q. Chochi uzun ekan. Menga qara. Voy. Men bo'lmaydi. Onangning ko'z yoshini oqizmagan, xo'p deb qo'ygan. Xo'p dedim-ku. Xo'p degan. Xo'p dedim. Ana onasi. Xo'p deyapti. Voy, siqilvermang. Choydan qo'y. Endi uylanish kerak endi o'g'lim, endi o'zinglar cho'zib menga. Sen tengiga cho'tib ol. Yildan keyin. Yig'ishtir 5-6 yillar. Qanaqa 5-6? Hazillashvat. Go'rga tiqmoqchiman. Hazillashdim. Hazillashdi. Bu yil xohlasa ham uylantiramiz, xohlamasa ham. Bu yil uylanadi. Rahmat. Endi sevgi muhabbat degan narsa bundan keyin yigit kishi yonib turish kerak. Deymi? Mana shu onangni ham yaxshi ko'raymangan bu. Sevib qo'yganman. Sizda onasi? Boring. Buni ketidan yugurganlarimni alohida kino olsa bo'ladi. O'shancha sanab vaqt ketqizma. Harakatingni qil, tushundingmi? Hamma narsa tayyor. Xo'p dedim-ku. Ustalar qo'lini 4 martalab remont qildi. Yo'ldida. To'y o'tsa olmasa bo'lmaydi o'g'lim. Ha, to'y bo'la. Haftada. Men o'yinlarim keldi. Mayli, rahmat. To'xta. To'xta. Ovqatingni yeb olmaysanmi? Hey! To'xta, onasi. Qo'y. Mana shunaqa edim.
Farzandlaringmi? Tohir qalaysan? Qalaysan, yaxshi. Uydagilar qiynab olishdi. Oyim o'zlariga kelin qidirib jaxunob bo'lib ketibdi. O'ylanmaysanmi? Biraz qo'lardi ustingdan. Hayda tezroq. Kerak. Men bitta zachotim qolib ketgan Nuriddin omon ishni borib olib chiqyapti. Bo'pti, kafeda o'chirishamiz. Zuhra juda ham yaxshi. Bugun yetarli. Mashg'ulotimizni bir oydan keyin davom ettiramiz. Xo'p, xayr. Kechirasiz. Shu yerda o'qiysizmi? Yo'q, hali o'qimayman. O'qishga shu yil kiryapsizmi? Ismingiz nima? Zuhra. Siz bilan shu oyda yana uchrashamiz. Har kuni mashq qilishni unutmang. Tohir. Tohir. Zachotni qachon topshirasiz? Assalomu alaykum Nuriddin omonovich. Sonlaringiz yaxshimi? Zachot topshiramiz. Bitta narsam qolib ketibdi. Shunda olib kelsam, ertaga xudo xolasa topshiramiz. Xo'p, rahmat. Ha, hozir qulog'ingda. Zuhra bo'lgandan keyin albatta qanaqadir ertadek Tohir paydo bo'lishi kerakmi? Bu qiz meniki bo'ladi, shundaymi? Kim aytdi? Men aytdim. Keyin senga bitta maslahat. Bu qizga yaqinlashma. Shundaymi yoki ertaning oxiri esingda yo'qmi? Yo eslatib qo'yaymi senga? Sani ishing bo'lmasin. Zuhra, to'xtang. Men sizni shu yerda ertaga kutaman. Albatta keling, sizda gapim bor. Albatta soat 1da keling. Men kutaman. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoyadir shirin so'zlaring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bunaqa sonlar yaxshi. Voy bolam, hozirgi ashulachilar ashula aytishni bilishmaydi. Menga qaraga o'g'lim, men shu yomg'ir yog'adi-yu, qo'zi qorinlar chiqadi. Voy, xuddi shularga o'xshashadi. Bilasanmi? Bitta joyini qaytarib shuradi, qaytarib. Menga qara, oldingi ashulachilarni bilasanmi? Zo'r ashulachi bo'lishgan, ovozlari Tohir zo'r bor-ku, bo'lgan. Tohir 4-kursda o'qiydigan. Ha? Harpakanami? Ha, to'ppa-to'g'ri. O'sha Tohir meni Zuhramga ko'z tashlab. Voy, o'lmasam rostdanmi? Iltimos. Rahmat bilan. Shu sizni oldingizga kelib, adres so'raydi. Zuhrani adresini. Iltimos, bermang. Voy, bermayman bolam, bermayman. Shunday adres beramanki, uzoqlarga jo'natib yuboraman, Buxoro, Samarqandga. U kelguncha seni to'ylaringni qilib bo'lamiz, bolam, mana ko'rgizsin. Yashang. Voy, rahmat bolam, rahmat. Bolajonim, aytadaysan, bolajonim. Bu qiz meniki bo'lishi shart. Voy, xavotir olma, bolam. Bopliymiz bolam. Albatta. Omon bo'l bolam, omon bo'lgin, sog' bo'lgin. Hay. Yaxshi qoling. Rahmat, omon bo'l. Tohir qalay ishla? Tinchlikmi mahallada duv-duv gap? Tohir trolleybus orqasidan qizlar orqasidan yuribdi deb gapirishdi. Adreslarini topdim. Bu yil konservatoriyaga ikkita Zuhra kirgan ekan. O'zi bittasi Buxorolik, bittasi Samarqandlik. Mana qara ahvolim. Tohir
Xo'p, bordi deylik, bu imtihonga kiritdi. Kirish imtihonlari tuga bo'ldi. To'g'rimi do'stim? Bir oydan keyin qayoqqa ketgan bo'lsalar, o'sha Buxoroga ham, Samarqandga ham qaytib keladilar. Xo'p, bir pas chidab tur, xuddi shu yerda qattiq uchrashgan bo'lsanglar, diydoriga yetasan. Men hozir topishim kerak. Nima, men tushunmadim, tog'a. Rostdan sevib qoldingmi? Og'ayni rostdan sevib qolganga o'xshaydi. Ne kulasanlar? Men baribir Samarqandga boraman. Samarqand? Qanaqa Samarqand? Samarqand? O'zi yetgansiz-ku, o'zingga yoqqan qizni topib o'ylanasan deb. Ana topdim endi. To'g'ri aytganman. Uylan deganman. Lekin Samarqanddan emas u. Toshkentda qizlar qurib qoldim, ha? Ketayotgan joyini bilmasang, adresini bilmasang. Nimaga bilmayman? Aytdim-ku sizga. Oti Zuhra Samarqand turadi yoki Buxoroda. Yoki Buxoroda? Hali ketayotgan joyini ham bilmaysanmi? Nimaga bilmayman, bilaman hamma narsani. Qayerga borasan, men seni uydan o'zingni yubormagan bo'lsam hech qayerga. Choylaringni kim damlab beradi? Oyijon, baribir borishim kerak. Men aytdim-ku sizga. Borishim kerak. Sizchi? Nima uchun o'tiribsiz? O'g'lingizga gapirsangiz bo'lmaydimi? Tohir, Ha. yaktaga olib chiq ichkarida. Sol sumkaga. Ilohi amin. Amin. Safarimiz bexatar olsun. Allah. Siz qayerga ketasiz? Samarqandga. Bolani bir o'zini yuborib bo'lmaydi, xotinjon. Men ham ketaman. Chiqa ketasiz. Samarqandga. Siz boramiz Samarqandga. Nimaga? Siz Samarqandga ketib olsangiz, bedalalarga kim qaraydi? Siqilmang jonim. Esingizda bo'lsa, sizni ham o'zim qidirib topib uylanganman. Sevgi shunaqa narsa. Xo'pmi? Ilohi amin. Ilohi amin. Ish qilib shu bola niyatiga yetsin. Tez kunda shu xonadonimizda to'y bo'lsin, Zuhrasini topsin. Amin. Allohu akbar. Bedanalarga yaxshilab qarang. Xo'pmi? Meni kutgil va men qaytarman. Siz ovora bo'lmasangiz ham bo'ladi, dadajon. Ko'p gapirma. Boramiz, tamam. Adresni menga ber. Bolani yo'qotib qo'yasan. Taksida keta qolaylik. Faqat bu mashinangiz yana yo'l bo'ldi buzilib qolmasin. Ha, meni sinyapsizmi? Ya, endi. Tayyor mashina turganda taksiga bala bor. Chiq. Xayr oyijon. Bo'pti. Yaxshi o'tir. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Iloyim, yo'linglar bexatar bo'lsin. Ada? Ha. Bemalol bitta taksi ushab ketsa bo'ladi. Yetib bormaydimi deyman-da mashina. Boradi, xudo xolasi, yetib boradi. Senga albatta Mercedes bo'lsa, Volvo bo'lsa, ha? Nexia bo'lsa, hatto binoyi mashina yuryapti. Nima qilibdi? Xudo xolasi yetib boradi. Bilasanmi? Men bu mashinani sotib olganimda, sen hali tug'ilmagan eding. O'shandan beri yuradi bu mashina. Xudoga shukr. Hali baquvvat ko'z tegmasin. Vaqtida moyi bilan benzinni almashtirib tursang bo'ldi. Assalomu alaykum. Xorbek. Buzilib qolibdi-da. Qarash boraylikmi? Tortib olib ketaylik. O't yoqqa. Qo'yamiz. Yaxshi ketyapmiz. Ko'p gapirma. Sekinlashyapmiz. Ana. Bilaman yetib bormaydi bu mashinangiz. Ko'p gapirma dedim senga. Ya bu. Yaxshi yurmayapti ana. Aytuvdim-ku boshqa mashinada boramiz deb. Niyatinga yetding mana.
Tuppa so'kyotdi. Yetib bormaydi. Buzildi mana mashina. Buning o'zi Tepma mashinani sandan qimmat turadi. O'tib deyapti-da, bir arzimagan narsa. Ko'rdingmi? O'qigan bo'lganimda hozir shuni tuzatib yorardim. Mana yoshingda o'qimaganligini. Nima qilsa? boyiga masxara qilgan odamiz. Boshda? Ha, yaxshi o'tib ketdi. Bo'yadimi? Xudo bir. Oxirjon. Qaytyapti. O'g'lim. Qo'rqma, mana shu yerdaman. Senga tegsa, urib o'ldiraman bilib qo'y. O'ldirib qolmasam bo'ldi, cho'chima. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Tuzimisiz? Yaxshimisiz uka. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi aka? Nima bo'ldi? Buzildimi? Ha? Oching kapotni. Kapotni oching. Oching kapotni. Motor qani? Tushib qoldimi? Men bilmayman. Buni motori orqada bo'ladi, akajon. Rahmat. Shunaqami uka? Ha, orqadagi motorga aqlimiz yetmaydi-ku, lekin itarib olishimiz mumkin uka. Ha, qani? Qani? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Endi okalar. Ha, biz turibmiz. Ukajon. Ha, biz nima turibmiz? Ha, o'zimizni buni boplaydigan. Ustasi o'zimizdami? Otam. Buni biz olib boradigan-da. Buni Yaxshi odam ekanlar. Zo'r odam ekan. Haqiqiy polvon. Chiqara. Voy, chuqur. Chuqur. Ay! Voy! Nima qo'yding mashinani? Nima qo'yding mashinani? Nima qilding mashinani? Nima qo'yding? Uzr, amaki. Odamsan o'zi, huzur bilan bitadimi? Bilasanmi bu qanaqa mashinaligini? Mani adamni adasiz aksi yurgan mashinada. Bilasanmi? Mani bolamda yo'q qo'ya. Voy, uzr. Birinchidan ada emas. Dada, sen nima aralashma. Tushundingmi? Adayni ishiga. Menga qara. Atilabdan qiladimi? Atilabdan qilmaydimi? Kechirib so'rayman. Sen bunday o'qigan. Qatl qo'yma. Bo'l kechirib so'rayman. Men yo'qol jo'tda. Yo'qoldim. O'rgildim sendagi yordamchidan. Birov sendan iltimos qildimi? Mashinangdan ham o'zingdan ham xafa bo'ldim. Nima qilganini qara. Shunday mashinani yo'q bordi-ya. Voy nomard. Baloning teshilib yo'q ketgan. Voy. Mayli, adajon, siqilmang, yuragingiz yomon bo'lib qoladi. Baribir o'ylansang, keyin yangi mashina olib beraman dedingiz o'zingiz. Shunaqa qilasiz. Temir ekan-ku, baribir eskigan deyapsiz. Yo, eskiga endi. Yilini yashab bo'lgan deyapsiz. Endi har qalay yaqin bo'lib qoladi o'g'lim. Yo, tushunaman, endi nima qilasizman? Kelgan balo qazo shunga ursin. O'zi ham chirib tamom bo'ldi. Endi Samarqandga qanaqa yetib olamiz degan. Mashina boshini ushlab yetib olamiz. To'g'ri aytasan, yaxshi odam ko'chada qolmaydi. Yur, bir gap bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Samarqandgacha olib keting, iltimos. Samarqandga bo'lsa o'tiringlar, men o'sha yoqqa ketyapman. Hada yuring. Yo'q. Men o'zi asli Samarqandliman. Toshkentga meva-cheva tashiyman. Biz Samarqandga ketyapmiz. Kelin qidirib. Mana, kuyov bola. O'zingdan sevgan qizing bormi? Sevgan qizim bor. Nimagacha xo'rsinib gapiryapsan? Sevgi degan ulug' tuyg'u. Odam xursand bo'lish kerak. Baxtli bo'lish kerak. Sen bo'lsang gapirasan. Bugun oyim sevgan qizimning uyiga sovchilikka ketganlar. Menga berisharmikan oddiy shofyor bo'lsam. Mana otam ham shofyor. U qizchi Samarqandning eng go'zal qizlaridan. Qiz o'zi seni sevadimi? Ikkalamiz bir-birimizdan juda yaxshi sevamiz. Lekin bitta narsadan cho'chiymanki, ota-onaga qarshi borib bo'larmikan? Samarqandning qonun-qoidalari juda ham qattiq. Lekin nima bo'lmaganda ham bitta narsani bilaman, men uni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
Siz bilan yasholmasam kerak. Uzun uzun karvon yasab samoda uchib o'tar qayga turnalar. Ikkimizni sevgimizni joylashga dunyo bag'rida shunchalar. Nelargadir bo'ysundikmi bizlar ham taqdir bizni shu kuyga soldi. Bu dunyoning azal abad bir kam uchun sevgimiz oldi. Yagonam o'zing, uzun uzun o'ylarim bag'riga cho'mdim. Yagonam o'zing, ko'rinadi mayusgina nigohing. Bezaysan gullarga, sen kelsang dildagi shubha armonlar sochilib qoladi yo'llarga. Nelargadir bo'ysundikmi bizlar ham taqdir bizni shu kuyga soldi. Bu dunyoning asal abad bir kam uchun sevgimiz soldi. Yagonam o'zing, uzun uzun o'ylarim bag'riga cho'mdim. Yagonam o'zing, ko'rinadi mayusgina nigohing. Yagonam o'zing, uzun uzun o'ylarim bag'riga cho'mdim. Yagonam o'zing, ko'rinadi mayusgina nigohing. Yagonam o'zing, uzun uzun o'ylarim bag'riga cho'mdim. Yagonam o'zing, ko'rinadi mayusgina nigohing. Yagonam o'zing, uzun uzun o'ylarim bag'riga cho'mdim. Yagonam o'zing, ko'rinadi mayusgina nigohing. Yagonam o'zing, Qayerga keldik? O'sha yerda turadi. Ha, yaxshi ko'rgan qizingmi? Ha, meni sevgilim Zuhra. Zuhra? Labz aka, rozi bo'lishdi. Rostdanmi? Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ey bola, shoshma ey. Ey, o'zing bosh. Yo, uyamas ekan. Demak, to'yimiz bo'lar-kanda. Yevasmi? Yo. Xudoga shukr. Eshitib qolish mumkin. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Sen baxtli yigit ekansan o'g'lim. Sevgan yoring yoningda. Muhabbating javobsiz qolgani yo'q. Lekin bir gapni bilib qo'y. Ota-ona hech qachon o'zini farzandiga yomonlikni ravo ko'rmagan bolam. To'g'rimi? To'g'ri. Salomat bo'l. Rahmat. Ilohim baxtli bo'linglar. Xushga qaranglar. Ilohi amin. Amin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Yuring endi, tezroq bizlar ham o'zimizning ishlar bor. Sizlarga ham omad tilaymiz. Samarqandga kelib turinglar. Mayli, xayr. Rahmat. Xo'p. Baxtli bo'linglar. Ha, xo'p, yuring. Bir-biriga moslagan qarang. Nasib qilgan juda ko'rdingmi? Yigit ham yomon emas, ammo qizim menga juda yoqdi. Haqiqiy sevgi ovozini qarab bu yigitni. Menga ma'qul keldi. Mana haqiqiy sevgi mana shunaqa bo'lsa, o'g'lim, deymi? Ana Zuhrani adresiz dedim, cho'nchaklaringizda bo'lish kerak. Hozir.
Bu yoq cho'nchagingizni qarang. Orqa cho'nchaklaringizni qarang. Tushib qolmaganmi-ku yo'q? Ayron qarang. Teskari qara. Men bilaman bu yo'qda. Teskari qara. Yo'qmi yo'qda ham? Yo'q endi, yana yo'q. Yo'q. Nima qilib qo'ydingiz-da? Qasddan nima shunaqa ishlar qilib yurasiz? Qayerdan topamiz endi hozir? Zuhrani adresin. Menga qara. Menimcha haligi kamaschi bola olgan. Hozirgina maqtab turuvdingiz, yaxshi. Ko'zi menga yoqmadi shu bolani. Bildingmi? Ko'zi. Hop, Nima oladi o'zining zuhrasi bor-ku. O'zingiz yo'qotib yurasiz. Ha, yo'qotibman. Nima qildi shunga? Qayoqdan topasiz? Shuncha katta shaharning ichida qat'iqolidan topadi. Birinchidan ada emas, doda. Ikkinchidan dodangga aql o'rgatmaydi, tushundingmi? Odamni jahlni chiqarib. Ha, yo'qotib biz. Siqilma o'g'lim, siqilma. Mana 1 soat ichida Samarqand shahridagi hamma zuhralarni bitta joyga yig'ib bersam bo'ldimi? Qayerdan topib berasiz? Sen hali dadangning hamma qobiliyatlarini bilmaysan, tushundingmi? Mana shu 1 soatda hamma zuhrani bir joyga yig'magan nomard. Qanaqa qilib yig'asiz? Yig'aman. Ishing bo'lmasin. Ishing bo'lmasin. O'zbekiston televideniyasiga yangi filmni suratga olish maqsadida faqatgina Zuhra ismli qizlar talab qilinadi. Tohir va Zuhra zamonaviy shakldagi asari uchun saralash marosimi Registon maydonida o'tkaziladi. Nimaga aynan Zuhra? Nahotki aktrisaning ismi muhim bo'lsa? Faqat tanlov marosimini boshlaymiz. Hamma Zuhra ismli qizlarni yonimga kelishini so'rayman. Marhamat. Alaykum assalom qiz poshshalar, salomat bo'linglar. Voyasar qizlar bir-biridan shirin. Qaysi biringlarni kelin qilsa endi? Rejissyoram aka, bizni ham kinoga oling. Hammanglar Zuhramisizlar? Men Nafisaman. Men Munisam. Iya. Ha, biz e'lon osib qo'yibmiz-ku. Bizga faqat Zuhra ismli qizlar kerak. Men Zuhraman. Yashang. Siz Zuhramisiz? Ha, men Zuhraman. Qo'shiq aytishni bilasizmi? Bilaman, faqat kinoyizga to'g'ri kelarmikan? Vaqti. Nimaga faqat Zuhra bo'lish kerakmi? Qizlar axrini sizlarga tushuntirdim, faqat Zuhra ismli qiz bo'lish kerak, tushunarlimi? Gulbahor bo'lmaydi, qizim. To'lka Zuhra. Bizning filmimiz shunaqa, Tohir va Zuhra. Necha marta tushuntirish kerak? Zuhra ismli qiz kerak. Aralashmay tur. Zuhra ismli qiz kerak. Tushundinglarmi? Seni o'ylayapman, o'g'lim, seni o'ylayapman. 1 soat ichida mana shuncha Zuhrani yig'dim, qara. Mana sen sekin qaragin, men turganini qaragin. Oti Zuhra ekan, ham chiroyli, ham samarqandlik. Ashula aytishini ko'rdingmi? Dahshat. Sen aytgan qiz shu bo'lsa kerak. Bu emas. Yaxshilab tikilgan, o'g'lim, yaxshi. Bu emas. Men ko'rdim-ku, men taniyman-ku. Hammasi to'g'ri kelyapti, o'g'lim. Yaxshilab degandan keyin u emasdi, men taniyman-ku. Senga o'zi nima kerak? Osmondagi oyoq berishim kerak. Militsiya kataleytiradi, Qilichev. Ashula aytyapti. Samarqandlik. Siz aralashmay turing. Oti Zuhra. Ashula aytib turibdi, nima kerak senga yana? Osmondagi oyoq ber. Nima janjal? Bu nima degan gap bu? Nima o'sha odamlarni yig'ib buncha to'polon qilyapsizlar? Ijodkorlarga xalaqit qilmang. Ildiz aralashmay turgin. Qani bo'limda gaplashamiz. Oldimga chiqing. Yaxshi ish qilyapsiz, lekin ko'pchilikning oldida odamni sharmanda qilyapsiz. Menga qarang, meni o'g'lim bo'ladi bu. Nima kerak bor olcha narsa? Menga qarang, hech keragi yo'q shu narsa. O'rtalaytinglar. 1 minutga bizga qarab oling, iltimos. Siz bizni bu yerda bekorga o'shab turibsiz. Tushunyapsizmi? Biroz gaplashmasak bo'ladimi, mabodo? Familiyangizni aytavering. Familiyamizni nima qilasiz? Biz rejissyormiz, tushunyapsizmi? Rejissyor, 2 ta rejissyor. Siz bizni bekorga o'tkazib qo'ydingiz bu yerga. Rejissyorlarni ko'pini ko'rganmiz. Familiyangizni ayting. Voy, to'g'ri qilding. Protokol uchun kerak. Bola siz qildingiz-da hammasi. Aralashmay tur. Siz familiyadan boshqa gapni bilasizmi? Biz O'zbekiston televideniyasidan kelib, o'z asarimizga qahramon qidirsak-ku, siz bizni temir qafas ortiga tiqib qo'ysangiz, voy tot! Tohirjon, bu kunlarda seni Rahmatbek bobong meni adam ko'rganda edi. Adez emas, dadez. Tem bo'li, dadam. Bilasizmi nima bo'lardi? Axir televideniya bu ishingizni kechirmaydi hech qachon.
Rostdan ham televideniyada ishlaysizlarmi? Voy, qanaqa odam bu? Gapirsanchi. Televideniyadamiz biz. Televideniyadamiz, rost akasim. Удостоверениyalar uyda qolib ketibdi. Ana. Bilasizlarmi? Men ham shu yoshligimdan ashula aytishni yaxshi ko'raman. Shu bir davra bo'lib qolsa agar albatta ashula aytaman, hamma xursand bo'ladi. Sizlar ham balki bir eshitib ko'rarsizlar. Gap yo'q. Beshbaho, qoyilman. San'atni qara, ha? Yaxshi yetak. Ovozni qara. Siz bu ovoz bilan dunyoning eng katta sahnalarida qo'shiq aytishingiz kerak. Ha? Men xudo xolasa MTV ga chiqishlar kerak. Endi aybga buyurmaysiz, yanglishmovchilik bo'ldi. Hech qisi yo'q. Bu bo'lib turadigan ishlar. Men sizlarga bir yordam bermoqchiman. Sizlar Zuhra ismli bir xonanda qizni qidib yuribsizlar, ha? Ha-da. Meni bir tanishim bor. Ismi ham Zuhra. Ha. Xonanda. Juda chiroyli qiz. Balkim o'shadir. Ana. Adreslari qayerda ekan? Adres. Sayyohlarga tarjimon Registondan topasizlar. Yashang yetani joningiz sog' bo'lsin. Ammo qoyil qoldim sizga. Yana bir marta qaytaraman. Bu ovoz bilan siz katta artist bo'lishingiz kerak. O'sha Registonga bora qolaylik. Mayli. Sog' bo'ling. Kelinglar yana. Yo, bu yerga emas, uyga. Adam chet elliklar bilan ishlaydigan bo'lsa Zuhra mana Afrosiyob mehmonxonasi. Shu yerda ham bo'lishi mumkin-ku. Shunaqa degan. O, mana Inturist avtobus turibdi. O'shalardan ham so'rab ko'rish kerak. Ketib qolmasin tezroq. Please take your seats. Good morning. Is Uzbek. I am no tourist. No, Uzbek. My son Tahir is girls Zuhra. Tarjimon nima deydi? Akajon, nima qilasiz qiynalib? Men o'zbekman. Shunaqami? Voy baraka toping, seni qiynalib ketdim. Zuhra ismli qizni qidirib yuribmiz. Men Zuhraman. Shunaqami? Voy tanijoningiz sog' bo'lsin, yashang. Bo'ling. Okay, one moment. Menga qara o'g'lim. Ko'zingiz yomon emas. Ja bilan dinkayu. No, pozdravляем. Bu emas, kulurmasizchi? Shunaqami? Bu emas. Menga qara. Endi bu qizni Samarqanddan qidirishning foydasi yo'q. Samarqandni u boshdan bu boshiga kezib chiqdik, foydasi yo'q o'g'lim. Shu avtobusda Buxoroga yetib olaylik. Ha bitta adresda Buxoroda deb yozilgan edi-yu. Bor edi shunaqasi. O'sha Zuhrani men senga Buxoroda topib beraman. Qani yur. Olib ketamikin? Olib ketadi, men gaplashaman. Yursenchi. Qani tez. Qizim, iltimos shu bizni ham Buxoroga olib borib qo'ysangiz, a? Iltimos ko'chada qolib ketmaylik. Ana ishlaring nima bo'ldi, Johir? 2 vagon tushonkami? 1 vagon Zuhra. Qo'yaver. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tohirchi. Tohirni boshi kelmas joylarga yubordim. O'zi nima emas qizga yopishib oling? Men tushunmadim. Ko'ngil do'stim. Hali ko'rasan. Meni shunaqa sevib qoladi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sizga. Yana ovora bo'psiz-a, bolam. Zuhraxon uydamilar? Hozirgina chiqib ketuvdi-ya. Mayli. Boshqa kelarman. Xayr. Mayli. Shunday yigitni ketkizib yubording-a. Qara qandoq bola-ya, yigitlarning guli gullar sultoni-ku. Yo'q, oyi, bo'lmaydi, yo'q. Nega endi bo'lmaydi? Keldik oğlum. Tur. Ana sizga Buxoro-yu, mana sizga Buxoro. Samarqand sayqali ro'yi zamin است. Buxoro quvvati islomiddin است degan ekanlar. Yer yuzida yana shunaqa go'zal tarixiy shahar bormikin o'g'lim? Menim daryodan oqib keladi shoda marvarid. Daryodan oqib keladi shoda. Qarasana xotining. Bo'lajak kelinimiz Zuhra-ku bu. Kelin, bu meni xotinim. Voy xudo-ku, nima qilyapsiz? Bular mehmon-ku. Ha ko'rmaysanmi buni? Men sizga aytdim-ku, bu Zuhra emas dedim. Okajon kechirasiz ham. Biz Zuhra degan qizni izlab yurgan edik. Sizlar mehmonmi? Biz Toshkentdan kelganmiz. Yo'q, ishqisi yo'q. Ay bolada-de. Biroq tushuntirmaysanmi? Men Zuhra emas demaysanmi? u emas, o'z o'ylab ketmas, qayerdan bilamanmi? Kechirasiz, uzr. Yomon niyatda emas. To'g'ri ma'noda Toshkentdan kelganmiz. Mana shu yigitga xotin qidirib yuribmiz. Zuhra degan qizni sevib qolgan. Shahar qidirib charchadik. Zuhra deganiga shu yerga kelib qoldik. Bor. Opa singillar Fatima Zuhra degan qizlar bor. Ular mana shu tomonda, Timodullaxon ko'chasida turadilar. Zuhra shu aytadilar. To'g'ri. Otingiz nima, aka? Mening ismim Farhod. Bular keliningiz. İsmi Shirin. Shirin. Ya qoyilman baraka toping, Farhod va Shirin. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Lekin uzr kelin bola. Uzr. Salomat bo'ling. Noto'g'ri tushunmang. Biz to'g'ri ko'ngilda. Baxtli bo'linglar. Ilohim, Alloh qo'sha qaranglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Yuring, salomat bo'ling. Omon bo'linglar. Keltiringlar Buxoroga. Omad sizlarga. Bularni qarang, bir-biriga mosligini qara. Baraka top. Qachon sen shunaqa bo'lasan? Tortiraman quloqing tegib. Nima urishingaz meni? Sog' bo'linglar. Zuhra, bolam, qayerda eding-a? Nimaga qochib ketding oyingni qo'rqitib? Voy. Zuhra. Tohir. Hamma Zuhra. Yarim O'zbekiston Zuhra. Boshqa ism yo'qmi? Shahnoza bor, Dildora bor, Moh chehra bor, Gulbahor bor. Oybodag'am bor. Boshqasini topgin bola. Charchab ketdim o'g'lim. Menga Zuhram kerak. Voy. Yana Zuhra. Yana Zuhra ya.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'linglar. Atlasdan oling, amaki. Albatta olamiz. Mana chiroyli atlaslar bor. Hoppa qiz poshalari. Xo'sh, qaysi biringlar Zuhrasizlar? Men Zuhraman. Shunaqami? Kinoyimga yoki qizingizga atlasdan oling. Albatta olaman. Albatta olaman. Faqat keningizga emas, qizimga ham emas. Chiroyli kelinimga olaman, xudo xolasa. Ha, Tohirjon. Kechirasizlar, bu yerda yana boshqa Zuhra degan qiz yashaydimi? Boshqa Zuhra? Bilasiz, mana shu ko'chani boshida bitta qo'li gulzardo'z qiz Zuhra yashaydi. Shunaqami? Ha, ammo lekin dadasi qizini erkaklar bilan gaplashtirmaydi. Ehtiyot bo'linglar. Mayli, mayli, rahmat. Omad sizlarga. Salomat bo'linglar. Xayr. Kelibdiringlar biznikiga. Ko'z tegmasin sizlarga. Shunda qizlar, ey kallang qursin, sani qachon aql kiradi? Esmordin, u bolam. Ada nima qilamiz endi? Erkak zotiga umuman uyga yo'llatmayman deyapti-yu. Olam. Sani otang kim bilasanmi? Hamma kichkina odamlar aqlli bo'lgan Napoleon bo'ldi, ada. Boring. Habalar kasar o'g'lim. O'zim boplayman, sen borsang bo'ldi. Olg'a. Maqsad sari olg'a. Ada, o'xshyaptimi? Jiya o'xshyapti. Faqat ovozingiz o'xshabyapti. Buncha durlishlar gapirma umuman. Qayoqda ishdan boshlab yurasiz? Men o'zim uchun harakat qilayotganim yo'q, sen uchun harakat qilaman, bildingmi? Kattalar gapirganda indamasdan ketaver. O'xshamasa-chi. O'xshaydi, hammasi o'xshaydi. Mana shu bo'lsa kerak. Zvonok qayerda ekan? Buxoroda zvonok taqiladi. O'zing taqillat. Mo'ylogingizni bekiting. Mo'ylovga til tegizma, tushundingmi? Taqillat. Hozir, ya. Kim o? Biz oching. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. Usta Ahmad akaning uylarimi shu? Ha, men Usta Ahmad bo'laman. Assalomu alaykum. Tashakkur. Sog'ligingiz yaxshimi? Uylar tinchmi? Rahmat. O'ting. Buxorolarda qiynalmasdan. Xudoga shukr. Biz Toshkentdan keldik. Shunaqami? Bir nozik ishimiz bor edi. Xo'p, marhamat. Qani yur qizim. O'zingiz ham chiqing. Xo'p. Qani marhamat. Qani o'tiringlar. To'rga chiqmadilaringiz-ku. Sizlar tepaga chiqa olmaysiz. Yo, chiqsangiz bo'lardi. Yo, rahmat. Nima bo'lsa mehmonsiz. Rahmat. Mezbon to'rda o'tirsa arzonchilik bo'ladi. Amin. Ilohi amin. Alloh taolo hammamiz o'ylagan niyatlarimizga yetkazsin. Yoshlar qo'sha qarsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Endi Ahmadjon aka, gapni po'st kallasini aytsam, meni ismim Sotdi. Bu kishi meni qizim. Soqovlar. Tug'ma soqovlar. O'zim bevaman. Oy, bevamisiz? Bevaman. Uni qarang, Sotdixon. Men ham bevaman. Shu yagona qizimni ham otasiman, ham onasiman. Voy Ahmadjon aka. Ayjon. Bevalikni nimasini aytmaysiz? Bir ko'z bilan shu farzandlarimni katta qildim. Bu kishini akalari bor, Tohirjon. Shu o'g'limiz uylanadigan bo'lib qolganlar. Qiz qidiryapmiz, o'rgiling. Qiyin bo'lar ekan beva odamga. Rahmatli erim tirik bo'lganda shunaqa bo'lmasdi. Otang rahmatli tirik bo'lganda juda qiynalib ketdim. Toshkentdan o'g'limizga mos qiz topa olmadik. Shuncha qizlarni ko'rsatdik, yoqmadi. Oxiri o'ylab, so'rab surishtirib Buxorogacha keldik. Sizni xonadoningizni ta'rifini eshitdik. Tashakkur. Tugli oila ekansizlar. Zotiylar toza ekan. Qizingiz ham hurliqoy ekan, rosa maqtashdi. Shuning uchun uyingizga qulchilikka keldik. Qizim odobli, aqlli. Ostona hatlab ko'chaga chiqmaydi, buni qarang ha. Go'zalligini aytmaysiz. Ha? Qoshlari ko'ring, ko'zlari ko'ring, parizod. Shunaqa ovqatlar pishiradi, hayron qolasiz. Husnini gapirmasam ham bo'ladi. U konservatoriyani sirtdan tugatyapti, uni qarang. Ovozini eshitmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Bulbul deysiz, bulbul deysiz. Ana shunaqa.
iloji bo'lsa biz endi savdogar, mol sizdan. Shu qizingizni Zuhraxonni bir ko'rsak. Endi Sotixon sizga yo'q desam bo'lmasa? Rahmat. Mayli. Zuhraxon! Ha, Zuhraxon. Choy. Ha. Ay canım, qizalog'im naylay. Nima bo'ldi? Ya, dombo'g'u, nono, pozdravляем. Emasmi? Nima? Qizim yoqmadimi? Endi rostini aytib qo'ya qolay, Ahmadjon aka. Gap shundaki, Tohirjon o'g'limiz u qizni ko'rib yaxshi ko'rib qolgan. Men ham ko'rganman o'sha Zuhrani. Bu yigit o'lgur, faqat o'sha Zuhrani olib berasan dedi. Qizingiz juda go'zal, ko'rdik, ma'qul, odoblikkina. Yuzlaridan nur sochilib turibdi. Endi bu yigitga o'sha o'zi tanigan Zuhrasi kerak. Nima qilay? Men beva bo'lsam, bevaligim bilan Buxorogacha keldim. Ayol boshim bilan nimalar qilay? Yig'lamang dedim. Boshimni qaysi Yig'lamang. Yig'lamang. Men borman. Qani o'rningizdan turing. Keling, qo'rqmang. Gap keling. Keling, ya hozir. Ahmadjon aka. Nima gapingiz bor menda? Men sizga qalqon bo'laman. Nima deysiz qilaman. Xohlasangiz osmondan yulduz uzib beraman. Bilasizmi? Agarda Buxoroda 3 ta yigit bo'lsa bittasi manman. Qo'limdan kelmaydigan narsa yo'q. Istaganingizni bor qilaman. O'g'lingizga ham yaxshi joylardan topib beramiz. Ajoyib to'ylar qilamiz. Gapingizga tushunmayapman. Voy, nega tushunmaysiz? Siz tul, men tul. Kelindi. Bir ish qilaylik. Tushunmadim. Til bilmas, yana tushunmaysizmi? Masalan, bitta mulla 3 so'm pul, bir kalla qand. Tamam, Nimalar qilyapsiz? Ahmadjon aka, odamni xijolat qilmang. Voy, til bilmas. Yana tushunmaysizmi? Til bilmas. Nima deylik? Bir ot oldim, har yon chopdim, el olay, malagim til bilmas. Oxir kelib seni topdim, el olay, malagim til bilmas. Aman hey, hoşi aman hey, el olay, malagim til bilmas. Aman hey, hoşi aman hey, el olay, malagim til bilmas. Santul mantul elmenge bankul el olay, malagim til bilmas. Har ne desem sen razı bol, el olay, malagim til bilmas. Aman ey, hoşi aman ey, el olay, malagim til bilmas. Aman hey, hoşi aman hey, el olay, malagim til bilmas. Aman hey, hoşi aman hey, el olay, malagim til bilmas. Aman hey, hoşi aman hey, til bilmas. Qo'ysangchi, Ahmadjon aka. Nima, rozi emasmisiz? Yo'q, bo'lmaydi. Yo, menga ishonmaysizmi? Yo'q, ishonaman. Menga qarang, Sotixon. Mana qizingizni ham uzatamiz. Buxorodan kuyov topamiz. Hali Tohirjonni ham uylantiramiz. Xo'p deng endi. Bo'lmaydi-da, Ahmadjon aka. Qullik jonimga tegdi, bevalik jonga tegdi. Xo'p desa eshindi. Bo'lmaydi-da. Nega bo'lmaydi? Bo'lmaydi deganligi bo'lmaydi. Qanaqa odamsiz? Nega? Tushuntiring, nega? Erkakman men. Nima? Ben erkakman. Jonim! Oy! To'xta! Voy, to'xta deyapman senga!
tez chopar ekan, ha? Bunday tutib olishiga. Yaxshi chopar ekan. Sakraganingizni ko'rdingiz. To'g'ri, oğlum. Soat ishlamayaptimi? Voy, soat bilan nimaga sakradi? Shuni ham bizdingiz. Qayoqda ishlarni boshlab yurasan, postoyanno shu. Birinchidan ada emas. Dada. Ikkinchidan o'zim uchun harakat qilganim yo'q. Dana uchun shu so'naga tushirman. Agar bilsang, haqiqiy Tohir Zuhra uchun sanduqda oqqan. Bildingmi? Ertaklarni gapirmasangiz-chi. Otangga aql o'rgatma. Ahmoq. O'rgildim. Qara. Oqib ketmabdi. Bolam, qanday ochdimi? Ochisham gapmi? Hozir shuncha yugurdik. Ovqatlantiraman. Yur. Labi hovuzda zo'r choyxona bor. Yur bolam, ketdik. Ko'zlaring tungi osmonga o'xshar.
ilohomiy. Niyatimizga yetaylik. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bugun choyxonamizda shashlik, osh, lag'mon, sho'rva, somsa bor. Nima yeysizlar? Endi uka boshlanishiga choy, meva, non. Ana undan keyin ko'p emas, ikkisidan bahorcha shashlik. Xo'p bo'ladi. Bu yoqda maslahat qilib beramiz. Xo'p bo'ladi. Faqat chaqan-chaqada. Hop. Salomat bo'ling. Ha, yashang. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Uka. Xo'p bo'ladi. Yashang. Choyga qaytar o'g'lim. Alaykum assalom. Yashang. Voy baraka top. Jamoachi bo'ldi ya. Marhamat. Aytganingiz. Baraka top. Yana kerak bo'lsa bemalol. Rahmat. Baraka top. Ada choydan iching. Sen o'zi ichir o'g'lim. Choyingiz rangi chiqmabdimi? No, поздравляем. Otangga. Endi so'lib ketdim o'g'lim. Yana to'ygacha kasal bo'lib qolmang. Davo sifatida shifo bo'ladi. Mayli. Zuhranga eson-omon erishgin. Katta to'ylar qilaylik. Aytganingiz kelsin. Ammo shashdiymi ha? Bir hafta yemish shekilli. Buxoroy sharpam go'zaldi. Akajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Xush kelibsizlar. Kamchiliklar bo'lmadimi? Salomat bo'ling. Ha, yashang bo'ling. Aka, kechirasiz-ku. Shahrimizning mehmoniga o'xshaysizlar. So'raganning aybi yo'q. Qayerlardan keldinglar? Toshkentdan keldik. Bir qizni izlab yuribmiz. Og'ayni shu Buxoroda bir shirin nafasli Zuhra degan qiz bor ekan. Shuni tanimaysizlarmi? Zuhra degan qizmi? Hozir bir daqiqa. Abror, hey Sanjar, daqiq kelinglar-chi. Shahridan mehmonlar kelishdi. Zuhra degan qizni qidirishyapti. Polvonga borish. Labe? Polvonga borish kerak, polvonga. Bir kami shu polvon ham qoluvdi. Shoshmay tur. Endi ishonchli ekan. Buxoroda kimning narsasi yo'qolsa, o'sha polvon tavba beradi. Shunaqami? Mana qo'shni mahallada turadi. Mana eshitdim. Qani, vaqt ketmasin. Ilohi amin. Omadinglarni bersin. Sog' bo'linglar. Alloh akbar. Yur o'g'lim, qani. Rahmat bolalar. Salomat bo'linglar. Kelib turinglar. G'alati odamlar ekan-a. Shoshilib kirib, shoshilib ketishdi. Qizig'i pulini ham to'lab ketishmadi. Qo'yaversanchi, mehmonlar-yu. Baxtli hayot, qulflarni ochaman. Temirchi bo'lsa kerak-da bu ham. O'zing temirchisan. Tega erlarni qaytaraman deb yozib qo'yibdi-yu, o'qishni bilasanmi? Polvon shu yerda bo'lsa kerak. Qani yurchi. Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Assalomu alaykum. Kelinglar. O'tiringlar. Alo? 10 metr kovlading? Yana 10 metr kovla topasan. Emillama pul yozyapti. Voy, ruhlarim kasal bo'ldi deyapti. Ha? Deganingni ber. Tezroq. Shumi? Menga yordam beringlar. O'g'rini topishga yordam beringlar. O'g'ri o'zinglarni ichilaringda ekan. Qanaqa o'g'ri? Biz qiz qidiryapmiz. Voy! Qarib quyilmagan chop, yana uylanmoqchimisan? Nima deyapsiz? O'g'lim uylantirolman Tohirjonni. Shunga qiz qidiryapmiz. Senmisan? Qayerdadir ko'rganga o'xshayman.
Yomon bo'lib ketyapman, ruhlarim yomon ketyapti. Hozir. Voy. Boshginam. Ruhlaga yeting, boshqa pul qolmayapti deng. Ketaman deyapti-da boshim. Mayli. Ko'ryapman. Mana ko'ryapman. O'zi sap-sariq, sochlari sap-sariq. Qanaqa sochlari sap-sariq? Sochlari qop-qora, uzungina, qosh ko'zi qora. Ashula aytadi, oti Zuhra. Fatima degan singlisi ham bormi? Bilmadim. Bor, topdimmi? Topdim. Bo'pti. Xivadan topasanlar. Xivadan? Ha, Xivadan. Topasan dedimmi? Topasan. Sen chol borib pul yiqqin, to'y qilasan. Amin, Alloh akbar. Bo'ldi. Ketdinglar. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'sh. Ishondingizmi? Shuni gapirgan gaplariga? Zuhraxon. Yana sizmi? To'xtab turing. Shoshilmasa eshib, juda ham muhim bir gapim bor sizga. Xo'sh, nima gap ekan? Sizga uylanmoqchiman. To'xtab turing. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga bo'lishi mumkin emas? Shu bemizni Tohirning nimasini yoqtirib qoldingiz? Men hech tushunmadim. Ularning ismlari Tohirmi? Qayerdaligini bilmaysizmi? Yuribdi, qayerdadir. Samarqanddan, Buxorodan o'z sevgilisini qidirib. Siz bir o'ylab ko'ring. Agar biz siz bilan oila qurganimizda qanday zo'r bo'lardi? Siz Said Obidovning qizisiz, shunday taniqli odam. Men Karmakaning o'g'liman. Uylanganimizda shunaqa zo'r to'y qilib hammaning og'zi ochilib qolardi. Voy, siz adashibsiz. Men Zuhra Rahimova. Siz meni Zahra Obidova bilan adashtiribsiz shekilli. Hazillashmang. Rostdanmi? Ha, ana turibdi. Konservatoriyaning yonida. Kechirasiz. Yaxshimisiz, Zahra Obidova? Meni tanisizmi? Shush. Voy. O'zingiz og'zini. Sekin. Toshbek tur. Malak. Hali qaytishga Rahmat. Rahmat. Voy, charchadim ha. Voy. Şey. Voy tövbe. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deb. Shuncha yuk ko'tarib ber ekanman, buni qara. Voy. Yo Xudo.
Emas bu biz ha? Voy buni qara. Har bitta odam shunchadan qum olib kelsa, cho'lda qum qoladimi, bolam? Suv bo'yichiylarda odam yomon chanqadi. Suvni qara. Rost aytasan. Suv bo'lsa yaxshi bo'ladi. Biz qaymaysan? Ha? Yur. Marhamat. Muz qaymoqdan olinglar. Sening mabodo isming Zuhra emasmi? Yo'q, Nafrat. Nafrat. Nafrat ho. Muz qaymoqni ish bildi endi. 350 so'm. 350 so'm. O'zingiz bilan birgami? Yo'q, hey. Hazırlaştım. İkta alayım. Bana bırak parayı. Qara. Rahmat. Qaytimi kerak emas. Rahmat. Sog' bo'ling. Hali uchrashamiz, xudo xolasa. Nima endi voy bu? Albatta. Otang gapirib kesaman. Mana rasmim tayyor bo'ldimi? Jashirna kala. Marojniymi? Marojnichi. Menga qara. Uni ikkita ko'rasan? Ha? Rasmchini? Ha. Zuhra chiroyli qiz, to'g'rimi? Ha. Hamma chiroyli qizlar rasmga tushish yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Qanday deb o'ylayapsiz? Iya. Nima degani u? Mana shu yigit aniq biladi. Nima qilamiz? Yurchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Qani, rasmga olib. Yo'q, rahmat. Nimaga tushasiz? Rasmga boshqa safar, xudo xolasa, boshqa ish bilan keldik. Xizmat. Shu yerda ishlarkansiz? Ha, shu yerda. Ko'pchilikni tanisangiz kerak. Biz bir qizni qidirib yuribmiz. Ismi Zuhra. Qo'shiq aytadi. Shu Xivada turar ekan. Sizlar kim bo'lasizlar unga? Kelinimiz bo'ladi, xudo xolasa. Kelin. Uyini qidirib yuribmiz. Bo'lajak kelin. Siz endi shu yerda har kun rasmga olasiz-ku. Balkim siz kelib rasmga tushgandir shu qiz. Tushunarli. Yordam Mayli, bir bo'lmasa bir shu gilam do'st qizimiz bor, shu bir sizlarga bir ko'rsataman. Shayxami, ashulaydi. Ashulaydi. Yashang. Ajratar bizni, sen ketarsan, bir so'z aytmasdan, so'zlarimni tinglamasdan. Qarab qolaman seni ketingdan, nigohimni uzma yo'lingdan, seni jonim shunda sevaman, hatto bir zum unutmasman. Sevishimni nahotki bilmaysan, sevishimni nahotki yoki bilib sen menimni nahotki bilmaysan, sevishimni nahotki
Поздравляю. Boshqasini sevar ekan-ku. Yo'q, ada u emas-ku. Yo'q, boshqa ekan. Zuhraxon, men dunyoda eng baxtiyor insonman. Oldi aka. Meni o'zim aylanayin, nazlı yarım nazlaringdan, nag'malaring sho'xliklaring, dilda borim nazlaringdan. Meni o'zim aylanayin, nazlı yarım nazlaringdan, nag'malaring sho'xliklaring, dilda borim nazlaringdan. Qadam bosib mayda uni sari yondirasan, umrimni guldek yashlatgan gul bahorim nazlaringdan, nazlaringdan, dilda borim nazlaringdan, qarashlaring sho'xliklaring, gul bahorim nazlaringdan, 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 dilda borim nazlaringdan, qarashlaring sho'xliklaring, gul bahorim nazlaringdan. Seni menga nozing yoqar, asaldek ovozing yoqar, jon oluvchi jilalaring, shohsuvorim nozlaringdan. Seni menga nozing yoqar, asaldek ovozing yoqar, jon oluvchi jilalaring, shohsuvorim nozlaringdan. Xumoruman shomu sahar, lutfu karashmangni seni, ilhom olurman eylali, gavhar borim nazlaringdan. Nazlaringdan, nazlaringdan, dilda borim nazlaringdan, qarashlaring sho'xliklaring, gul bahorim nazlaringdan, 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 dilda borim nazlaringdan, qarashlaring sho'xliklaring, gul bahorim nazlaringdan. Nazlaringdan, nazlaringdan, dilda borim nazlaringdan, qarashlaring sho'xliklaring, gul bahorim nazlaringdan, 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 dilda borim nazlaringdan, qarashlaring sho'xliklaring, gul bahorim nazlaringdan, nazlaringdan. Ada qayodi fotograflar ham o'zini Zuhrasini topdi. Men haligacha topolganim yo'q. Menga qarab olib. Hasad qilish kerak emas.
Havas qilish kerak. Tushundingmi? Yaxshi niyat qilish kerak. O'sha bola yaxshi niyat qilibdi. Aytaman-da. Zuhrasini topdi. Sen ham yaxshi niyat qil. Mana, odamlarni qara, yaxshi niyat bilan imorat qilyapti. Ertaga to'y qilib qolsa kerak, xudo xolasa. To'y? To'y? Kelin, o'tirib ekan. Yurchi. Iye. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Biz kelin axtarib yuruvdik. Kelin. Kino? Kino emas, kelin axtarib yuribmiz, kelin. Kelinmi? Hal bilamanmisiz? Menmi? Men o'ylanmaganmanmi? O'ylanayotgan ulay emas, menman otaxon. Ha, shundaymi? Otaxon, biz Zuhra ismli qiz qidirib yuribmiz. Ismi Zuhra. O'g'lim Baxtiyor, daqachi. Assalomu alaykum me'morlar. Ukajon, yaxshimisiz? Otaxon chaqirib qolgan ekanlar. Sizga tushuntirib beray, biz Toshkentdan keldik. Zuhra ismli qizni qidirib yuribmiz. Bu meni o'g'lim. Shu yigitga shu kelin axtarib yuribmiz-da. Shunga yordam qilib borsangiz, va atrofdagilarni yaxshi bilsangiz kerak, shunaqami? Ha, ota. Labbay. Bu otasi ekan bu. Bu yigit. Zo'radan qizni qizib yurgan ekan. Mana qizim ham zo'raku. O'sha men qidirayotgan qizni, Zuhra ismli qiz juda ham bir yaxshi ashulalar aytadi. Mana zo'radan qizim ham o'yinchi, ashulachi. Qalig'ini qancha berasiz? Nima? Nima deydi? 40 ta tuya berasan. 40 ta tuya deyaptilar. 40 ta tuya? G'alati odam ekansiz, qanaqa? Pul qolmabdimi? Mana shunaqa bo'ladi. Nechta yedingiz marojniy o'zi? Senda ham yo'q? Menda ham yo'q. Qanaqa qilib Toshkentga ketamiz? Ana endi rostakasi muzdek bo'lamiz. Shuncha ham marojniy yeydim adajon. Uzr, nima aparatxon? Tushirib qo'ydim, ha? Tushirganingiz yo'q, 10 tadan ko'p marojniy yedingiz-da. Hozir. Nima o'ylayapsiz? Maykaniç. Geç. Geç dedim. Geç şapkan albatta. Nima qo'ysiz? Cemter. Voy, kifonimni nima qildingiz? Yaxshi, al yoqqa maykan. Shu. Cemter. Ana, qani kiychi. Kiy dedim. Otda netganini qilmaysanmi? Bo'l. Kiy. Bo'l. Kiy dedim senga. Qani menga qarachi. Jimter. Bo'ldi, jim. Yaxshi. O'tirib tur, hozir. Ana. Evet. Bo'lajak kompozitor, buni bilasizmi? Gadoychilik qilamizmi endi? Gadoychilik degani emas. Halol mehnat bilan pul topamiz, o'g'lim. Sen mana hali hamma hunarlarimni bilmas ekansan. Hozir ko'rasan pul topish. Mana bunda olib qo'yamiz. Yollar birodarlar ketarmiz oqibat bir kun. Yaqovsi yo'q tunni kiyib o'tarmiz oqibat bir kun. Top qayrag'och tagida top o'ynagan yetimlar. Ota-onam qani deb faryod qilgan yetimlar. Beqqoling. Qani. Konservatoriyada sizga nimani o'rgatishgan?
qadrli onamni ko'rsam, onam bilan suhbatlashib, yashanglar. bag'rim bayon etsam, yurak bag'rim. Voy ay, sen indamay o'tir. Kallani yedim-ku, kallani. Sen ovozingni eshitib bulbul boku, infarkt bo'ladi, infarkt. Voy boy. Ya sen nima ishing bor? Bor ishingni qil. Ha, meni ish joyim shu bo'lsa, get dedim sana oxir. Ketasanmi yo'qmi? Ya ovozing o'chsin, tushundingmi? Voy boy, nerdan keldi bu odamlar? Hey, gapga tushunasanmi sen o'zi? Do'ddi. Voy o'chi. Hey, maqara. Ketasanmi yo'qmi? Get. Ha, meni ishxonam shu bo'lsa oxir. Get bu yerdan. Savdo vaqt bormi? Odamlarni yig'ib bo'ldik oxir, jo'ra. Qo'lingdan kelsa sen uchinchi odamni to'plagan, tushundingmi? Hey, hey, ketasanmi yo'qmi? Ina bo'lmasa sana. Get. Qanday odamlar bu? Astagfirullah. Ketasanmi yo'qmi? Hey, maqara ikkinchi poy bilan boshingni urib beraman. Get dedim. Arab. Yerdan keldi bu Xudoy qarg'agan gadoylar. Hey, ketasanmi? Get. Voy bu. Nima deydi? Mana buni bizga sovg'a qilishibdi. Qanochi, bir hisob kitob qilaylik. Ko'rdingmi, san'at bilan inson hech qachon xor bo'lmagan bo'lib? Yetib qolamiki yo'lga, a? Xudo xolisi. 10 so'm bilan menga bering. Ani qarang nima deydi? Qiziqib qoldik-ku. Qarab tur, hozir sotib beraman. Aka, ko'ring, juda zo'rda bu. Kiyib ko'rasizmi? Bemalol. Qarang, xuddi o'zingizga tikilganday tavba qildim. Zo'r bu, zo'r aka. Bu tozasi aka, tozasi. Xorazm shohini nevarasini o'rtancha o'g'li chaqaloqligida kiygan. Toza charim bu, zo'r. Very good. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Beravering endi. Ming so'm bersangiz yetadi, xudo xolasa. Hatto bilaman endi. Bir narsalarni hozir tushunmasam. No, sir, no, sir. Bervardi to'g'ri. Yo, so'raydi. So'rasangchi. Qo'rqmay bular o'radi bular. Kam aka. Yetmaydi-da bu. Bo'lmaydi. Molni tozaligini qarang. Bu dahshat, bu eski mol bu. Ha aka, Toshkentga yeta olmayapmiz, ko'chada qolib ketdik. Beravering. Ilohim Toshkentga sog'lab barka bersin. Allohu akbar. Rahmat umringiz uzoq bo'lsin. Kelingga salom deng. Jannat ish bo'ldi. Buni qara. Bu Toshkentga yetib olishda tursin, seni uylantirishga ham yetadi o'g'lim. Bunisi menga. Xudoga shukr, bo'ldi mana o'g'lim. Toshkentga yetib olamiz. Ota o'g'il, ko'rdingmi? Men bilan ko'chada qolmaysan. Qani ketdik o'g'lim, yuraver. Mana qara. Tandir. Onam bechora necha yildan beri tandirni orzu qiladi, ko'rdingmi? Biz bo'lsak Toshkentda do'ka qilib nonini yeyotibmiz. Bular o'zlari non yopib yemasa ko'yni joyiga tushmaydi. Qoyil qolish kerak. Haqiqatda Xorazmni o'zgarishi bir fayzi bor-da o'g'lim. O'zbegimga qoyil qolaman. Mana buni Tohirjon Xiva deydilar. Mana shu imoratlarda sanga menga o'xshagan insonlar yashaydi. Shular ham ko'p qavatli binolarga ko'chib ketsa bo'ladi. Chiroyli joylarda yashasa bo'ladi. Lekin ota bobosini yoqib ketgan chirog'ini o'chirmaslik maqsadida mana shu binolarda yashashyapti. Umri uzoq bo'lsin shular. Ana ko'rdingmi? Shu yerda ko'payishyapti. Qoyil qolish kerak. Butun dunyoni sayyohlari shu yerga kelib hayron qoladi. O'zbekni mardligiga qoyil qoladi. O'zbekni ustaligiga tan beradi, tushundingmi? Mana shunday imoratlar 21-asrda ham kelajak avlodlarga saqlanib qoladi, xudo xolisa. Endi Zuhran qatdan topamiz. Albatta topamiz. Eskilarning maqoli bor-ku. Jon chekmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang dolona qayda. Ko'nglim sezyapti, Zuhra shu Xivada aniq topamiz, xudo xolisa. Yuraver.
Yangi Shinpadi filmi. Bosh rolda Otash Madrahim Kapur, prokuror qizi. Demanga qara. Axir barcha o'zbek qizlari Hind kinosiga o'lib qoladi-ku, ko'nglim sezyapti. Zuhra shu yerda. Yur bolam. O'li agar shu yerda ko'nglim sezyapti. Xudo haqqi. Ketdik. Suruling. Nima kiyim mumkin? Hechcha. Xush kelibsiz. Keling. Yo'q. İşte yaxshi. Marhamat tanishinglar. Bu janob Cho'la. Meni eng yaqin do'stim. Bu kishi meni xotinim. Marhamat. Bu yoqqa kelmasa kerak. Kim? Bo'lajak kuyovingiz. Marhamat, mehmonlarga qarang. Qadar. Kapurning eng kichkina o'g'li Mashmura. Kelmasligiga ilojim yo'q. Rahmat. Diqqat! Xonimlar va janoblar. Endi so'z shu xonadonning sohibiga. Rahmat. Xonimlar va janoblar. Avvalambor o'z nomimdan, qolaversa mana shu uy bekasi nomidan sizlarning ajoyib qizimiz, yakkayu yolg'izimizni tug'ilgan kuniga kelganinglar bilan hammalarni muborakbod etaman. Sog' bo'linglar. Biz onang bilan ham shunchaki o'ta tanishganmiz. O'shanda men bolani otasi o'ynagan rachka. Mana qarang, o'g'li o'ynayapti. Qadar bekor. Bizni sovg'amiz, bizni boyligimizni hammasi. Va o'zim, jismim, borlig'im bilan bugundan boshlab seniki bo'ldi qizim. Sog' bo'ling. Xo'sh, endi qizimizga umr yo'ldosh topishimiz kerak, lekin u umr yo'ldosh juda ham go'zal, o'ta ziyoli, halol, pokiza, ham badavlat bo'lishi kerak. U ham bo'lsa bor. Mana janob Chopra. Qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur samaga. Yor, kelinchak, yig'lamagin qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur
samanga. Boshing silar seni yangalar, yoring yonida esa jo'ralar. Boshing silar seni yangalar, yoring yonida esa jo'ralar. To'ylaring muborak bo'lsin, meni esa ko'rganim xursand. To'ylaring muborak bo'lsin, meni esa ko'rganim xursand. Yor yor kelinchak, yig'lamagin qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur samanga. Yor yor kelinchak, yig'lamagin qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur samanga. Yor yor kelinchak, yig'lamagin qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur samanga. Yor yor kelinchak, yig'lamagin qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur samanga. Yor yor kelinchak, yig'lamagin qalinchak, vafoli bo'l yoringga, bevafodur samanga. Yor yor kelinchak. Nada ne yig'lamas? Kinoyu, kinoligini bilaman u. Habiba ezilib ketdi. Bolagacha qiyin bo'ldi. Tasirmoliz yo'q. Tohirjon o'g'lim, xafa bo'lmasang bir gap aytaman. Rosa qidirdik bolam. Bitta qizni qidirish bo'lsa shunchalik bo'lar. Peshanaga yozilgani bo'ladi dedilar. Nazarimda shu Zuhra peshanaga yozilmaganga o'xshaydi. His qilma. Qiz ko'p. Xudo xolasa boshqasini sevib qolarsan. Nega indamaysan? Gapir. Boshqa qiz kerak emas dedi. Siqilma o'g'lim. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Kechirib bola. Chaqirib ketdi. Oxir bahar bo'lsa ish qilib. Ada! Ada! Ha! Bolam! 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 Qo'z ko'rsatdi mana ishda ko'rsatdi uni. Birinchidan hada emas. Dada. Ikkinchidan habari yeri bor o'g'lim. U emas, hozir tomoshabinlar ichida o'tirgan ekan, ko'rsatdi. Zuhrani ko'rdim, hozirgina ko'rdim. Ana qarang. Ko'rsatdi hozir Toshkentda ekan, konsert bo'lyapti. Toshkentda ekanmi? Ha, biz bu yerda nima qilib o'tiribmiz? Ketdik Toshkentga.
O'sha narsalarni agar davom ettirsak yaxshi bo'ladi deydi. Umuman kelajakka televideniye orqali namoyish etish rejalarimiz. hozir bilan gaplashamiz. Zuhra, assalomu alaykum. O'sha Zuhramisan? Yana keldik. Menga 5 daqiqa vaqtingizni ajrata olmaysizmi? Rahmat. Rahmat. O'sha tezda kelib gaplashamiz. Har kuni kelasan qizim, yana nima darding bor? Yulduz opa, men sizdagi mashhur san'atkor bo'lmoqchiman. Iltimos, menga bir maslahat bering, yordam bering. Nima qilishim kerak sizdagi san'atkor bo'lishim uchun? Hozir Ruslan kelib ketsin, keyin gaplashamiz. Ashulani eng zo'r joyini naqoratda bozim qo'ydim, ha? Naqorati-ku yaxshi chiqdi. Ha, ovucini boflab qo'ydingiz-da. Kim? Ovuchdami? Endi bo'p turadi-yu, lekin jonli aytishga har kuni ishlash kerak. Jonli qo'shiq aytish bu o'zi emas. Bu fonogrammani qo'yib olib, qilpan qilish emas-ku. Ha, ertalabdan sezdim, shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun ertalabdan sezmasdan ishga kelib ishlash kerak ko'proq. Kerak bo'lsa biz ham kelamiz. Mayli. Xayrlicha. Bo'pti, xayr. Umuman san'atda nima ekanligini bilasanmi? Bu sahnaga chiqib ashula aytib, xalqning olqishini olib, gullarni qabul qilish emas. San'atda nonini yeyishda temirdan tish kerak. Haqiqat uchun kurashgan san'atkorgina xalqning diliga tushishi mumkin. Xalqni dardini kuylay olgan odam. Yuragi bilan, dili bilan kuylash kerak. Birinchi sevganda qanaqa qaltiraydi insonning yuragi. Xuddi shuni singari san'at ham har bir qo'shiqni ijro etganingda ichingda qanaqadir tushuntirib bo'lmaydigan tuyg'u bo'lish kerak. Insonda agar shu narsa yo'qolib qolgandan keyin ham san'atkor bo'la olmay qoladi. Shuning uchun agar shu narsalarga tayyor bo'lsang, qiyinchiliklarni bo'yningga olishga tayyor bo'lsang, albatta yoshsan. Hayot hali ancha narsani o'zi o'rgatib, ancha narsalarni joy-joyiga qo'yadi. Lekin agar irodam kuchli, yetarli darajada kuchli kurashaman deydigan bo'lsang, marhamat, men o'zimning maslahatlarimni ham ayamayman, yordamimni ham ayamayman. Men o'zim irodamga ishonaman. Men yana kelsam maylimi yoningizga? Agar haqiqatdan ham irodangga ishonalsang, buyuk san'atkor bo'lib yetishib chiqishing mumkin. Agar xalqning dardi bilan yashasang. Bu rost gap. Bu faqat chiroyli gaplar emas. Hamisha ota-onangni, odamlarning fotihasini olishga harakat qilgan. Ularning dardini shundagina tushunasan. Inson yulduz bo'lish mumkin, lekin oyog'i yerdan uzilmasligi kerak, chunki biz yerdan yaralganmiz. Shuni unutmaslik kerak. Maylimi qizim? Mana buni o'tgan safar oila bilan keluvding. Senga omad tilayman. Yulduzga fotiha berdilar degan. Rahmat, Yulduz. Bo'shaganda keyin bir shug'ullanamiz yana. Maylimi? Rahmat. To'g'ri, menga qara, haqiqatan ham shu qizni qidirib butun O'zbekistonni aylanib chiqdingmi? Ancha joylarga bordim og'ay, lekin u Toshkentda ekan. Men o'zim ko'rdim televizorda, konsertda shu yerda. 3 kundan beri konsert bo'lyapti. Rostdan ham 3 kundan beri konsert bo'layotgan bo'lsa, aynan bugun shuncha odam orasidan topaman deb o'ylaysanmi? Endi tushunasanmi og'ay, men yuragim sezyapti. Zuhra. Zuhra, men sizni shuncha qidirdim. Bormagan joylarim qolmadi. Men o'sha aytgan joyingizga keldim-ku. Siz esa qidirgan qizingizni topdingizmi? Ha, topdim. Endi men sizni Zuhra hech kimga bermayman. Ana, Tohir ham o'z sevgilisini topdi. Og'ayni, endi bizni qiladigan ishimiz yo'q. Ketdikmi?
talosh ko'rinur sevgilim. Temirdan bu boshim tosh ko'rinur, yomg'irlarmi ko'zimdagi yosh ko'rinur, jonim ikki o'tichda talosh ko'rinur sevgilim. Sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim, sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim. Muhabbat olovdir, muhabbat isyon, har kuni ming o'lib qolgimdir omon, bu holda bir qadam yetishim gumon sevgilim. Sevgilim dunyoga malol yaraldim, ishning qo'llarida avval yaraldim, men uchun ayol yaraldim sevgilim. Sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim, sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim. Sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim, sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim, sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim, sevgilim siz desam kuyunar dilim, sevgilim siz desam suyunar dilim, sevgilim siz desam o'ylar yo'lim, sevgilim sevgilim. Mana Tohirjanob o'z zuhrasini topdi. Demak, mamlakatimizga yana bitta baxtli oila qo'shildi. Iloyim yurtimizdan to'y, tantana arimasin. Hamma o'z baxtini topsin. To'yga birga bo'linglar. Yoshlar telekanali. Va LG Flatron taqdim etdi. Loyiha homiylari Toshkent shahar